Xalqaro moliya tashkilotlari bilan har tomonlama aloqalarning mustahkamlanib borayotgani, shuningdek, ularning mamlakatimizga qiziqishi tobora ortayotgani o'zaro yirik loyihalarni birgalikda amalga oshirishga sabab bo'lyapti. Jumladan, Jahon banki bilan qishloq infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan bir necha bosqichli dastur yo'lga qo'yilgan bo'lib, natijalar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Jahon bankining O'zbekistonda amalga oshirayotgan qishloq infratuzilmasini rivojlantirish dasturining birinchi bosqichi iyun oyida yakunlandi. Dastur doirasida Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax va Sirdaryo viloyatlaridagi 306 ta olis mahallada 900 dan ortiq loyiha amalga oshirildi. Mahalliy aholi tashabbusi bilan tanlangan loyihalar asosida yo'l va ko'priklar qurildi. Ichimlik suvi hamda elektr tarmoqlari yaxshilandi. Maktab, bog'cha va boshqa ijtimoiy obyektlar ta'mirlandi. Natijada qariyb 1 million qishloq aholisi uchun yashash sharoiti yaxshilandi. Yaqinda dasturning ikkinchi bosqichini amalga oshirish uchun Jahon banki $150 million mablag' ajratishni ma'qulladi. Implemented by the Ministry of Economy and Finance. Dastur Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan Andijon, Farg'ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridagi 296 ta mahallada amalga oshiriladi. Natijada elektr va ichimlik suvi ta'minoti tizimlari, yo'llar hamda maktab va bog'chalar kabi ijtimoiy infratuzilma obyektlari yaxshilanadi. Dasturning eng muhim jihati shundaki, qaysi loyihalar amalga oshirilishini mahalliy aholi o'zi tanlaydi va ularning bajarilishini ham nazorat qiladi. Shuningdek, pilot mahallalarda biznesni rivojlantirish markazlari tashkil etiladi. Ular mahalliy tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydi, yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qiladi. Dasturning umumiy budjeti $340 million tashkil etadi. Loyiha Jahon banki, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar banki va O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtiriladi. 2031-yilgacha dastur doirasida yo'llar, ichimlik suvi va elektr ta'minoti tizimlari, shuningdek, boshqa jamoat xizmatlari sifati oshadi. Natijada 1 milliondan ziyod qishloq aholisi uchun yashash sharoiti yaxshilanadi. Mazkur tashabbuslar natijasida 1,5 mingta yangi ish o'rni yaratish ham rejalashtirilgan.